qishloqqa. Qo'shni qishloqqa ketyapti usta aka. Bo'ldi, yaxshi-da. Olov universal dravkalarda. Ustalar bittadan like bosib, bittadan kommentariy yozib, usta kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib turganlarga, qo'llab-quvvatlab turganlarga qanaqa va'dalarni bera olasiz? Endi qo'llab-quvvatlashib turishsa, xudo xolasa mana o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, borgan sari yangiliklar qilyapmiz. Shu yaxshi mahsulotlarni chiqarib yetkazib beramiz. Qanjoyingiz sog' bo'lsin usta. Hamma yo'qni yo'qasiz yo'qatingki, boshingizdagi ani shilapani yo'qotmang. Usta, yo'lga chiqaveramiz bo'lmasa? Xolasi yo'lga chiqaramiz, kuzatishda davom etinglar. Priyamoy o'sha xonadonga kirib, dravkalar ishlatib, videolarni chiroyli qilib qo'yib beramiz. Ungacha bittadan like bosib, kuzatib tursalaring. Bitta aksiya qilib bermaysiz olmaydi usta. Bo'ldi, aksiya qilib beramiz. Bitta. Qanday aksiya berasiz? Mana shu videomizda xo'p, birinchi aloqaga chiqqanlarga universal eng zo'ridan 2 million so'mdan faqatgina 2 dona odamga arzon qilib, eng zo'ridan 2 million 800 ming so'm, 3 million so'm chiqayotgan dravkamiz 2 million so'mdan kami 500 ming aksiya qilib beramiz. 500 ming 600 ming so'm xalqimizga. Necha dona? 2 dona dravkam birinchi aloqaga chiqqanga. Xo'p, qolganlari ulgurmay qolsa-chi, qolganlariga qanday obuna qilib berasiz? Xudo xolasa aloqaga chiqsin, kelishgan holatda chiroyli qilib narxlarni kelishtirib, arzon narxda qilib chiqarib beramiz. Qadrli do'stlar, kuzatib boringlar. Mashinani meni olmasam, ketdik. Usta akamizni o'zidan, mana Olov universal dravka o'zlarining mashinasi. Ketdik olmasam. Ustaga sog' bo'lib turing, biz o'rnatib kelaylik. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yo'limiz bexatar. Usta, siz kattaroqsiz-da, bitta duo qilib bering. Qani, yo'llaring ochiq bo'lsin, bexatar, beshikaz, yaxshi yetkazib kelaveringlar. Allohu akbar. Duosini olib kelinglar. Qayerga ketyapsiz hozir ustaga? Xudo xolasa Qoratepa qishlog'imizga, yon qo'shnimizga. Yon qo'shni, jon qo'shni deydi-ku. Xolasa ishonchda o'zimiz borib olib kelamiz. Qanjoyingiz sog' bo'lsin aka. Ketdik olmasam, qani. Bozor kanali obunachilari, biz yetib keldik. O'zimizning qo'shni qishloq Qoratepa qishlog'iga. Akamiz kecha zakas berib ketganlar. Hozir akamizning fikrlarini ham bilamiz. Undan oldin ishni qoyillataylik-da. O'sha mahsulotlarni chiqarib beraylik. Ustaga. Albatta, hozir mana olib keldik klientimizga. Mana 4 xil nasatkalar bilan. 4 xil nasatkalar. Ustaga ichkariga kiraveraylik, bitta ko'rsatishda boshlaymiz. Bitta ko'rsatib beramiz. Mana keldik. Ketdik. O'zimizning qo'shni qishloq, dalalar. Ba'zilar g'o'zapayalar ham bor ekan. Yangi g'o'zapayalardan shekilli. Masofaga qiynalmas ekanmiz-da, yetalab ketaverar ekanmiz. Ustaga mashina yoniga ekan o'chirib qo'yaymi? Xo'p. O'zi aka qurilish. Kecha ko'rsatib bergan kunida. Ustaga hormang. Salomat bo'ling. Charchamasdan olyapsizmi? Usta, charchamasdan. Salomat. Elektr ishlar bilan barada ekansizda? Ha, yaxshi. Xo'p, to'klarimiz yaxshimi aka xonadonda? Yaxshi. Akalar, eksklyuziv video bo'lyapti. Hech qanaqa bir tayyorlanmagan, mana. O'zlaring ko'rib tursiz, hech qanaqa tayyorlov yo'q. Akamizni boricha fikrini eshitamiz hozir. Mahsulot haqidagi. Ba'zan keltirib navislar. Aka videoga olaveramiz ichkarini, mollar. Keltiribdi. Mana. Bu yerdan chiqayotgan narsalari bu yerga ketarganda, tay g'ishlik. Taydan zak o'tmas ekanda mollarga g'ishli ekan tay. Qadrli obunachilar, sementdan ko'ra g'ishli variant yaxshi. O'zimiz ham chorva bilan shug'ullanamiz. Sementdan ko'ra tagiga zak. Ro'zg'orda mollari bo'lsa, ya'ni uzoqroq muddat turadigan mollar bo'lsa, g'ishli variant eng yaxshi qulay variant. Atroflarini men hozir sovuq qishda ziyon qilmasmikin mollarga? Sovuq basmikin? Ustaga? Sovuq basmikin mollarga? Yo'q, mana qishkisi bag'lada. Aytyapman, komfort ekan, sharing komfort. Bag'ishkisiga, bag'ishkisiga. Komfort. Ko'pchiliklar sarafon qilib qo'yishi. Salom. Qadrli do'stlar, Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'idamiz. O'zimizni yonimizdagi qishloqlardan. Xo'p, molxonani udan. Bu yerda qishki varianti, o'zi 3 dona mollar bor ekan, ona bor ekan shekilli. Bunisi o'sha yonida hali nima deydi, dam oladigan olasiz mollarimiz. Ko'kimiz yaxshimi usta aka? Ishlatishni boshladik qadrli do'stlar. Eksklyuziv video bo'ladi. Ko'kni usta ko'rsataymi? Ko'kimiz hozircha 200. Juda pastroq. 200.
Endi naguzga bergan holatda necha ko'rsatadi, bir qator ko'rib o'tamiz. Bo'ldi. Usta boshqarasiz. Setkalari ustiga yondan tusharganda. Kattasidan. Eng katta setkasini qo'ydik aka. Eng katta setkasini qo'ydik. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqarishini qaranglar do'stlar. Maşallah. Sizlar like tugmasini bosib, kommentariyani yozib turinglar, xudo xolasa qiziq videolar uchun bo'ladi. Bu qanaqa setkasi aka? Qo'ybob mayin setka. Mayin setkasi. Naguzga berayotgan holatda tushib ketyapti. Asli bitta kuzatib. Bo'ldi, tushgan. Buni 140 ga tushib ketyapti. Lekin 140 ga ham bemalol yaxshi ishlayapti. Ishlayapti. Tepadan ko'pgina vaqt oltini ostida asfalt bo'ladi. Ustaga men bitta savol. Mana shu bu mana uni kabelda hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Kabelimizdan Juda ham uzun ekanda, bu qarang. ichkariroq kabel. Chiqargan mahsulotni. Chiqargan mahsulotni bitta ko'ringlar do'stlar. Ustaga bitta ko'rsatib qo'ying. Qo'lga olib. 142 ga ishladi. Men hozir 102 ga ko'rdim. Mayinligi. Mayinligi juda zo'r. Xo'p, endi sal yiriroq varianti bu yoqda qolib ketdi. Tayyorlab qolib ketdi, yiriroq variant. Yiriroq. Endi asl variantini ko'rsataman sizlarga. Mana bularni. Buni mushkuni chiqarib olib, mollar ham juda tushunib qoldi shekilli. Yemayapti, yaxshi yeyish bo'lmayapti. O'rinda bir xilgina aytishadi, to'kimiz yaxshi deydi-yu, lekin mana xalastoy holatda ikki suribdi. Bu qachon bilinadi? O't solib, nagurska berilgan holatda ashunda bilinadi. Qachonki nagurskada ham 200 dan tushib ketmayapti, bunda xonadonda to'k zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Agar nagurska berayotganda ash holatda bilinadi, tushib ketayotgan bo'lsa, masalan, o'sha nagurska berganda mana 150 ga 140 gacha bemalol to'ki tushib ketyapti. Endi o'shani hisobini olib, tepadan masalan ozroq solib ishlatilsa, hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Birinchi o'rinda kabelimiz bizniki juda uzunroq. Juda ham uzunroq. Juda uzun. Hozir 20 metr chiqadi, 20 metr chiqadi. 20 metrcha chiqib qoladi. Mashina masalan, sal qalinroq qilib, alyumin kabel qilib, qalin qilib, o'shanda masalan 5 metr deylik, 5 metr iloji boricha 5 metr molxonalari ham mana yaqin ekan. Shunaqa qilib ishlatilsa, tem bo'lib bu alyumin motorligini hisobiga o'shaning uchun past to'kka bemalol hozir ishlayapti. Mis bo'lganda yo'q. O'chardi, kabelda shuni eritib yuboradi. Motorda o'ziga ham ziyon bo'ladi bu. Motorda o'ziga ham ziyon bo'ladi. To'g'ri. Bo'ldi. Qilib beramiz, xudo xolasa. Doyo bozor kanali obunachilari ikkinchi akalarimnikiga o'rnatib beryapmiz. Bittasini o'zinikiga, o'zini uyiga, xonadoniga o'rnatdik. Ikkinchisini o'sha yonidagi akalarga o'rnatib beryapmiz. Ikkinchisini ham bittasi beryapmiz. Qadrli do'stlar, kuzatib Qani ishlayapti aka? Mana qarang. Narakisini qo'yaylik-chi. Setkani. Somon bormi aka? Olib chiqing. Somonni. Va tomga bosib qo'yib somonni o'q aka. Mashina qo'yaylik. Tushlarini ham qaranglar. Hop, mana bu. Olib keling aka, somonni. Do'stlar, eksklyuziv video, ya'ni hech qanday tayyorlanmagan video. Chiqarsizlar, e'tiborli chiqarsizlar dedim. Sizga e'tibor berib turinglar. Bo'ladi ustaga, bo'ladi. Anonsidan bitta olib o'ting. Eskisida. Farqini qaranglar. Bu yerda ancha farq bo'lib ketdi-da. Ha? Mana uni qarang. Yo, bismillah. Buni qarang, maydaligini, mayinligini.
Fikr qanday? Ustaga fikringiz qanaqa? Ma'qulmi? Ma'qul. Akalar o'zlarimizni ko'rsatmanglar deydi. Ko'ngildagi narsa bo'lyaptimi? Ko'ngildagi chiqyaptimi? Bo'lyapti. Xo'p, nima bor yana? Nima chiqarib bersin? U chigitni chiqarib bering. Ha, chigit bo'luvdi. Ash chigitdan bitta chiqarib ko'rsataylik. Chigit yo'q. Xo'p, qop bormi aka? Qop bor. 50 kilolik bitta qop bering. Vaqt ko'raylikchi. Biz uchun ham eksklyuziv bo'lyapti. Bo'ladi. Aha. Bo'ldi. Ana, bu chigit ekan. Bir vaqtmi deysizmi hali? Yo'q. Birinchi marta chigit chiqarib ko'ryapmiz. Ana qo'rqan bo'laveramiz aka. Oh, mana qarang. Ana qarang. Donli mahsulotlar bo'lsa, men aytsam ochilarda donli mahsulotlarga. Üstüne dağda oh yog' chiqib qo'ymasin, yog' chiqib qolmasin. Ehtiyot bo'lib turasizlar. Qani hozir natijani birgalikda ko'ramiz. Nima ishlab chiqishini bilmaymiz, xudo biladi endi. Qadrli do'stlar. Qani? Va xudo biladi endi nima chiqdi. Ko'ring. Mana uni qarang. Qoraytirib Oho. Bu nima? Chigit shunaqa bo'ladi-da. Unaqa bo'ladi. Bularga shilqaga o'xshaydi-da. Sho'rxa bo'lib qoldimi? Nima? Zo'r yem chiqdi. Unaqa olasan-ku sen. Mana uni qaranglar. Voy timi. Mana Voy. mana chigitni. Mana bu atxundan nomi nima endi buni? Kim bilyapti? Mana sho'rxa deydimi buni? Buni Chiqarib Bu katta setkami bu? Eng kattasi. akalar hozir mana ishlatib ko'rsatib hammalarini qilib berdik. Xo'p. Ustaga nima gap deysiz endi? Hozir mana sinovlardan o'tkazdik. Aha. Don, xullas, mana nima deydi? Chigit. Chigit ham chiqarib berdik. Chiqarib ko'rsatib berdik. Akalarga somon, chigit hammasini chiqarib ko'rsatib berdik. Aha. Mana akamiz ko'ryapti. Aka Aka nima deydi? Apparatimiz yaxshi chiqardimi? Yaxshi. ko'ngildami? Turda qilib chiqarib berishga. Xo'p, olmoqchi bo'layotganlarga, buni misol uchun sinovimizdan yaxshi o'tmoqchi bo'lib, ya'ni o'ylayotganlarga nima fikr berasiz? Olishsinmi? Olasiz. Olishsin. Akalar bitta duo qilib beringlar.